Mana tarkibni ko'ryapsizlar, mana kafelni ko'ryapsizlar, liniyasi kelmayapti. Sababi tarkibimiz razmeri kichkina. Bugun sizlarga oddiygina, juda ham yubileyniy bo'lgan ishni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu taklifni kim berganini ham aytib o'tib ketamiz. Qaranglar, kafelimizning razmeri 20 sm, tarkibitimizning razmeri 18.9 mm. Ya'ni kafelni har bittasidan 11 mm dan kesib olib chiqsa, bu 18.9 ga kelib oladi. Tarkib liniyasi chotki bo'lib ulanadi. Nima deb o'ylaysizlar? O'xshata olamizmi? Xo'p, mana kafelimizni buzib oldik akalar. Tarkiblarimizni mana stiklarni to'g'rilab oldik. O'zinikini o'ziga mana 20 ta kafel. Qani ketdi o'yin, kengaytirib. 1 sm, 1 mm. Bu proyektni hunarmand Umid aka bilan bitkazdi. Shahboz bilan qotgan birinchi ish emas. Bundan qiyin narsalarni hal qilganmiz. Oldin hozir yana to'qnashib, shuni maslahatlashib, shu masalani hal qildik. Hozir o'zi tushuntirib beradi. Ham bet bilan aka qo'lingizga. Bu yog'imiz kafel, bu yog'imiz tarkib. Qaranglar stikini. Stiki polni ulayapti buni. Mandaqasiga ham polni stikini ulab chiqqanlar akaga gap yo'q. Eng qiziq joyi mana buni qaranglar, ploski. Umuman qoqilishi yo'q. Taroqlar ham akkuratnesini qo'yib qo'yganlar. Videoni qurilish xodimga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar. Salom.